Assalomu qadrdonlar, efirda Begim Rashidon. Biz uni tochkamizni qilib ketgan joyimizga keldik. Radiatorlarni ulab yoqib berdik yo'lda. Bu yerda 3 xona teraskasi bilan bu yerda hammomi. Mana spalni radiator. Bu yerda ustalar obshivka qilgan bunaqangi qilib. O'shanda o'chirilgan edi. Hozir suvlarni to'ldirib yoqdik. Xo'sh. Svetini o'chirib qo'ying. Bitta xona, bet hamma yoq polni teplый pol bo'lgan. Mana teplый pol gribyonkamiz. Kollektor qo'yilgan. O'z xatvochilari, slivnoy kranlari, gradusnik, nasos hozir ichcha yoqib ko'rsatdik, suv to'ldirdik. 30 ga podacha 30 gacha bordi. Buni hozir yoqmay qo'ringlar deb o'chirdik. Hamma yoq ishlayapti. Manatlar ham teplый pol. Bu ham teplый pol, bu ham radiator. Buni ham hozir yoqib berdik. Isyapti. Yarim taqib qo'yib qo'yamiz hozir. Akavetni kerak emas ularga. Bu ham bor. Shu ko'rib turgan bo'lsangiz, narigi tomonda bitta, ikkita, uchta, to'rtta uy bor. 4 uyda 5 ta radiator. Oxirida hammomda bitta radiatori bor, ag'da kinkat bor. Shuni yurg'izib berdik, mana endi ketyapmiz. Bu Rishtonda Noskarda. Dilmurodjon Gurinchpurush degan bolani uyida. Sog' bo'linglar. Ishlar kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar.